Aleyküm hammaga. Bizlar Xudo xolasa navbatdagi ko'mirqat elektron xonadonimizga keldik. Bu xonadonimiz Xonqani Navoiy degan yerida ekan. Al Termiziy ko'chasi 69-uyga keldik. Bu xonadonimiz 15 million so'mlik aksiyadagi ko'mir otopliniyamizdan Xudo xolasa o'tirdilar. Videoni o'tirib bilmasiga shoshilmanglar. Xudo xolasa ina otopliniyamizni o'tilinish jarayonini oboy bo'lgan joy hammasi akkuratni o'tdi. Bu xonadonimizga hammaga puli qiziq 20 million 700 ming so'm pul chiqdi. Bizning aksiyamizda asli 20 million chiqishi kerak edi. Biza 7 yera batareya hisoblaymiz. Bu xo'jaligimizda 8 yera batareya qo'yildi. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Shu videoni ko'rgan yurtdoshlarimiz like bilan podpiskalaringizni oyamanglar. Baqina uyni egasi ag'a, inishini oxirgi batareyani ushlavering qizibmi ekan. Etken işlerimiz ma'qulmi? Ma'qul. Yine aytilgan aksiya doğru ekan ağa? To'g'ri ekan. Ya bir nima qo'shildimi, ajratildimi? Yo'q, hech qanday yolg'on gap yo'q hammasi. Haqiqat axir, to'g'rimi? Yine hamyurtlar ko'rib tursalar, batareyalar ham sifatli, bergindagi chala batareya emas. Kraniklar ham AVD kranik, bunday hisoblab qaraganda o'rtacha 60 ming so'mlik kraniklar turadi. Yine aboy bo'lgan joylarga o'talinishi, etgan ishlarimiz ma'qul axir, ağa. Yine 20 million 700 ming so'm pul chiqdi. Hammaji bizning o'zlarimizdan bo'ldi. O'zi bu og'amizni bizda 6 dona batareyasi hisoblangan, 1 dona batareya o'zida bor ekan. O'zindagi batareyasini o'zini ishlatib berdi. Yine xudo xolasa ham yer akkuratli bo'lib, qo'ldan kelgancha chiroyli bo'lib chiqib turibdi. Yo'q, bizdan 7 batareya, 8-batareya uyni egasini o'zidan. Yine aboy bo'lgan yerlarni döşelenishi, yine bizning qo'yilgan batareyalar. Yine xudo xolasa bizning keyingi ishimiz Xonqani safxozida bo'ladi endi. Bir qator o'tirib o'rmaga shoshilmanglar. Yine ko'rib turganlaringizning hammasi akkuratli bo'lib ishlangan yine. Bu 15 million so'mlik aksiyaning ichida ne oldu dedi Musa. Men de sizlarga spiskasini ham ko'rsatib o'taman videoning oxirida. Xudo xolasa videoni o'tirmaga shoshilmanglar. Qatyolimizga keladigan bo'lsak, 100 kvadratdan 200-220 kvadratgacha zo'r ishlab beradi. Yine baqni o'zini batareyasi yine bizanikidan ancha farq etadi. Yine endi banisidan qo'yilganda banisini ko'rsatib o'tirmag'in. Yine hem yeri o'zi qo'l pishiradigan darajada zaxminni qizg'an. Sizlardan asosiy vazifa bizani qo'llab-quvvatlab, shu like bilan podpiskalaringizni oyamin tarqatib tursangizlar, shuningdek ko'mirqatil o'tiraman deydi hamyurtlarimizga ko'p arzon tushib turibdi. Yine qatyolimizga keladigan bo'lsak, yine qatyolimiz enişi ko'rinishda, yine sifati, ishlashi hammaga yaxshi. Qatyolimizning gradusi 55 gradusda turibdi. Yine nasozlar ham qo'yib, nasozlar ham shuning ichida. Xudo xolasa hammasi zaxonli bo'lib chiqqan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.